Menga qarashni hozir tushsang bilasanmi? Turishingni qara, seni savlatingni moshinangga qarab, narxda otdi kallasida aytadi. Undan jim o'tirib tur. Do'stimsan, menga ishonmaysanmi? Men boru Nashaydagi narxda teng yarmiga gaplashib chiqaman. Sening puling ketmasin deyapman men. Senga ishonaman, jigar gaplashib chiqaver shaydami. Kim bor? Kimdir bormi? Assalomu alaykum aka. Keling, nima xizmat? Akaxon, oldingizga bitib ketgan shaharda eng bo'yini olib keldim. Hozir gideta biz yo 40 million, yo 50 millionlik savdo qilamiz. Endi bu yo'lga o'zingizdan qolar gap yo'q. Men sizga shunday klient olib kelyapman. Bunga jin urmaydi. Puli ko'p. Shu savdoyimiz 40 million bo'lsa, 50 million deb aytasiz, o'rtada 5 milliondan kassa qilamiz. Nima dedingiz aka? Bo'ldi aka, kelishdik. Aka, bu lustralarda 600 ming deyapsiz. O'rtog'imga 1 million desak, uyaltirib qo'ymaydimi aka? Yo'q aka, uyaltirmaydi. O'zi narxi 1 million so'm. O'zi chegirmada 600 mingdan qilib qo'yganmiz. Yo'q, aka bo'lmasa 1,5 million deymiz shun narxni. Endi aka, aboylaringizda necha xil turi bor? Aboy center do'konimizda 2000 xildan oshiq aboylarimiz bor aka. Eng arzoni qancha? Eng arzoni. Eng arzoni sifatlisi 150 ming so'm chiqadi. Aka, 150 ming deyapsiz-ku. Shuni o'rtog'imga 300 ming yo 350 ming deylik. Bo'ldi aka, o'xshatamiz. Xo'p, aka, o'zining narxida 42 million 350 ming so'm pul bo'lar ekan. Aka 5 ta oling. Shuni 50 ga tekis to'g'rilaymiz. Bo'ldi aka, gap yo'q. Endi oshna o'zing kirmaganing yaxshi bo'pti. Men ishonaver, butun O'zbekistondan topolmaydigan narxingga gaplashib chiqyapman. Boya hisoblab ko'rganimizda 42 milliondan o'tgandi. Aka, do'stliklaringga havas qildim. Shu do'stingizning hurmati 42 million emas, 35 million qilib berdim. Qani edi meni ham shunaqa do'stim bo'lganimda, do'sti uchun jonini beradigan. Rahmat aka, bu meni oshnamda bolalikdan birga katta bo'lganmiz. 100% ishonaman jigarimga. Aka rahmat. Oshdan sen chiqib turarmi? Gapim bor edi. Aka, bu nima qilganingiz? Shuncha mehnatni rasvosini chiqardingiz. Menga qarang. Bilmasangiz bilib oling. Biz bu do'konni insonlarga manfaati yetsin, arzon bo'lsin, halol bo'lsin deb ochganmiz. Biz musqovlab yig'gan obro'yimizni sizni iflos nafsingizda barbod qilmaymiz. Shukr qiling aka. Do'stingizga qanaqaligingizni aytmadim. Bundan bu yog'iga o'ylab qadam bosing.